Do'stlar, sizlar bilan Zakir Minecraft. Bugun bitta o'zim emasman, albatta yonimda Sally Minecraft bor. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Sally. Bugun Sallyga 10 ta savol beramiz. 10 talasiga ham javob bersa malades deymiz. Birinchi savol. Sizni Minecraftga kim olib kirgan? Mani Minecraftga shu birinchi bo'lib Kompot Minecraft olib kirgan, ikkinchi bo'lib Yasik olib kirgan. Shular meni nima desam bo'ladi? Shular meni Minecraftga olib kirgan va meni video olishimga YouTube'ga qo'yishga sabab bo'lgan. Juda ham chiroyli javob bo'ldi. Ikkinchi savol. Siz obunachilaringizni hurmat qilasizmi? Men obunachilarni hurmat qilaman. Masalan, u menga normal muomala qilsa, men ham unga normal muomala qilaman. Agar menga yomon muomala qilsa, men ham unga yomon muomala qilaman, конечно. Endi 3-savol juda ham yaxshi javob bo'ldi. Endi 3-savol. Sizni eng yaxshi ko'rgan mashinangiz? Bilasizmi, Zakir, meni eng yaxshi ko'rgan mashinam bu birinchi o'rinda Matiz turadi, chunki bu tarixiy mashina, ikkinchi o'rinda Gentra. Shu ikkovi menga yoqadi. Juda ham chiroyli javob bo'ldi. YouTube'ga kirib kelishingizda ota-onangiz qanaqa munosabatda bo'lishgan? Hozir qanaqa munosabatda bo'lishadi? Meni YouTube'ga kirishimda ota-onam yaxshi muomalada bo'lishgan. Olaver deyishgan, ayam ruxsat berishgan, keyin men olaverganman, shu YouTube'ga boshlaganman. Keyin meni videolarimni o'zim uyimdagilar qarindoshlarim ko'rishni boshlagan. Juda ham zo'r javob bo'ldi. Chet elliklardan, ya'ni boshqa davlatliklardan qaysi videosini ko'p yaxshi ko'rasiz? Ya'ni qaysi nima desam bo'lar ekan? Masalan, qaysi YouTuberni unaqasini videolarini ko'p tomosha qilasiz? Men Mr. Beast ko'rardim, Karlni ko'rardim. Shu ikkovini ko'rardim. Juda ham zo'r javob bo'ldi. O'zbekistonda endi qaysi YouTuberni hurmat qilasiz? Men masalan Odilboyni hurmat qilaman, Sirojni hurmat qilaman, keyin Zakirni hurmat qilaman, keyin Sallyni hurmat qilaman. Shu yaxshi bola bo'lsa kerak. Shu Sally. Albatta, Zakir deganingiz uchun kattakon rahmat. Albatta, siz qachon YouTube'ga Uzr, adashib ketdim. Siz qachon YouTube'ga stream qilasiz? YouTube'da stream bu endi yaqinlarda bo'lib qoladi. Shu endi bir hafta kutsin, shu hafta o'tsin, endi qo'rqinchli kartada stream bo'ladi. Shu streamda obunachilar ko'rasizlar. Do'stlar, Juda ham zo'r savol bo'ldi. Endi 7-savolim, siz YouTube, ya'ni Telegram kanalingizda konkurs qilib turasizmi? shu yaqin oralarda men ham qilaman. Hozir qilmayman, hozir vaqti yo'q. Qilish uchun vaqti challenge. Qilish uchun bu nima dedi? Juda xijolat bo'lyaptilar. Vaqt borish kerak, vaqt bo'lish kerak-da. Rostdan ham. Javob chiroyli bo'ldi. Endi 8-savolimiz, oilada necha kishisiz? Oilada 7 kishimiz. Opaqam, buvim, dadam, ayam, ukam, singlim, men. Juda ham zo'r. Siz hozirda necha yoshdasiz? Hozirda yoshim aytolmayman, bu sir. Mayli, xafa bo'lmaymiz. Siz YouTube'ga qachon horror video qo'yasiz? Yaqinlarda qo'yaman, shu vaqt bo'lsa qo'yaman. Bo'ldi, juda ham zo'r savol bo'ldi. Endi Sally, sizga juda ham katta rahmat. Agar obunachilaringizga, yo'qsa meni obunachilarimga bironta gapingiz bo'lsa, gapirishga huquqingiz bor. Xo'p. Meni obunachilar birinchi o'rinda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Zakirni ham qo'llab-quvvatlab, uni 20 ta qilib qo'yinglar. Kattakon rahmat. Addushi.